Bismillahirrohmanirrohim. Yangi kitobimiz bo'yicha darslarimizni boshlaymiz. Miftahul Arabiyya kitobini A2 bo'limi-yu. Xo'sh. Faqat bu o'qish va yozishga xos darsimiz. Hop, demak davom etamiz. Bismillah. Bu bo'limimizda demak bu yoqda barcha vaqtlarni berib qo'ygan. Al-vahdatul ula birinchi vahda. Muhtaviyatul vahda vahdaning o'z ichiga olinadigan narsalari. O'z ichiga olinadiganlari. O'z ichiga olganlari desak bo'ladi. Xo'p, kam faslan fi baladik. Shahringda nechta fasl bor? An-nashratul javviyya. Demak, axborot, ob-havo axborotini degani, nashr qilish, ya'ni tarqatish degani, ya'ni bu yerda ob-havoni tarqatilinishi, ya'ni ob-havoni axboroti degani. Umratun fi Makka, Makkadagi umra. Fusulu va hivoyat, qiziqishlar va hobbilar va fasllar degani. Fi hadhihi al-wahda satakunu qadiran ala an. Bu vaqtda doimgidek sen qodir bo'lasan shu narsalarga. Tazkira eslaysan ashhura as-sanati al-miladiyya wal qamariyya. Hijriy va milodiy yilning oylarini milodiy va hijriy oy hisobida bilib olasan, eslab qolasan. Tata'arrafa ila fusuli sana, yil fasllariga tanib olishlikka qodir bo'lasan. Tasifa halatal jaw, havoni, ob-havo holatini sifatlashlikka qodir bo'lasan. Demak, bunda tazkura anva'al malabisi li kulli faslin, har bir faslga kiyimlari turlarini eslab qolasan, zikr qilasan degani. Tazkura tarixa miladik, tug'ilgan yilingni eslaysan, ya'ni zikr qilasan. Tazkura al-hivoyati allati tumarisuha fil fusul. Har fasllarda shug'ullanadigan hobbilaringni eslab o'tasan degani. Fusulun va shuhurun, o'sha yillar, fasllar va oylar. Kam faslan fi baladik. Yurtingda nechta fasl bor? Mufrodatlari demak, soyf, yoz, robi', bahor, shita, qish, xarif, kuz. Kanun sani yanvar, shubat, fevral, azarun, mart, nisan, aprel, ayyar, may, haziron, iyun, tammuz, iyul, ab, avgust, aylulu, sentyabr, tishrinul avval, oktyabr, tishrinul sani, hop, noyabr, kanunul avval, dekabr. Bardun, sovuq, bu ot bo'ladi. Haroratun, harorat, issiqlik. Harrun, issiq. Mu'tadil, iliq, mo'tadil deymiz. Baridun, sovuq, bu endi sifat bo'lib ketadi. Mushmisun, quyoshli. Mu'tadilul harora, o'rtacha harorat. Avvalu, boshi, birinchisi. Muntasafun, o'rtasi. Axiru, oxiri. Istamarra, yastamirru, istimrarun, davom etish, davom etmoq. Irtafa'a, yartafi'u, irtifa'un, ko'tarilmoq. Xafada, yanxafidu, inxifadun, pasayish, tushib ketish. Tasaqata, yatasaqatu, tasaqutun, to'kilish. Bu yerda 3 ta savolga javob berishlik kerak. Mana bu rasmni tasvirlab ber deyapti bu yerda. Bu matndan keyin tasvirlasangiz osonroq bo'ladi, chunki matnimiz aynan mana shu rasm to'g'risida. Muhannad. Hal sahih anna al-jawwa fi Britaniya baridun jiddan ya bin. Ey bin, Britaniyadagi havo juda sovuq deyishadi, shu to'g'rimi? La an-nasu yazunnuna haza. Yo'q, insonlar shunday o'ylaydilar.
نحن لدينا 4 فصول في السنة عادة. Odatda bir yilda 4 fasl bor bizda. فصل الربيع يبدأ عادة في شهر آذار يستمر إلى أيار. Xo'p, demak, bahor fasli odatda mart oyida boshlanadi va ayyor, ya'ni may oyigacha davom etadi. Summa ya'ti faslu sayfi. So'ng yoz fasli keladi. في حزيران يعني iyunda وينتهي في شهر آب عادة. أغسطس oyida tugaydi. كيف الحرارة في فصل الصيف؟ yoz faslida harorat qanday bo'ladi? هل هي مرتفع u ko'tariladimi? الحرارة معتدلة غالبا. harorat ko'pincha iliq bo'ladi. والمعدل السنوي yillik harorat 26 درجة مئوية 26 gradus. ماذا عن بقية الفصول؟ qolgan fasllar haqida nima deysan demoqchi. فصل الخريف kuz fasli يبدأ في شهر التاسع عادة ويستمر إلى شهر تشرين الثاني. kuz fasli 9-oyda boshlanadi odatda va o'sha noyabrgacha davom etadi. في هذا الفصل تتساقط أوراق الأشجار على الأرض. bu faslda daraxtlarni barglari to'kiladi, ya'ni yerga to'kiladi. كيف الجو في فصل الشتاء؟ qish faslida havo qanday? الشتاء بارد جدا عادة والجو عاصف والحرارة تحت الصفر أحيانا. qish juda sovuq odatda va havo bo'ronli bo'ladi va harorat ba'zida 0 dan past bo'ladi. Va muaddalul harorati 7 darajat taqriban. Demak, haroratni o'rtacha harorat 7 gradus bo'ladi taxminan. Bilmunasabati aytgancha, mata yabda'u hazil fasl. bu fasl qachon boshlanadi? Yabda'u fi shahri al-akhiri min as-sana. yilni oxirgi oylar boshlanadi va yantahi fi shahri azar va martda tugaydi. كيف النهار والليل في الشتاء والصيف؟ qishda va yozda havo nima? kun va tun qanday? النهار في الشتاء قصير جدا عادة لكن النهار طويلا جدا في الصيف. qishda kunlar odatda juda qisqa bo'ladi, lekin yozda juda uzun bo'ladi. Va xossatan fi muntasafi shahri haziron va xossatan iyun oyini o'rtalarida. Sualun akhir law samaht. Kechirasiz, oxirgi savolim. Tafaddal, marhamat. Mal vaqtul mufaddal li ziyarati Britaniya? Britaniyaga borish uchun eng afzal vaqt qaysi? Ma degan endi bu yerda qaysi deb keladi. Faslur robi' au faslus sayf. Bahor yoki yoz fasli. Ro'i', ajoyib. أبي وأمي يريدان زيارة بريطانيا في حزيران إنه وقت مناسب. ajoyib. Otam va onam Britaniyaga yozda iyun oyida borishni xohlashadi. Albatta u munosib vaqt. Shu bilan bu tugayapti. Bu yerdagi savollarga javob berish kerak. Imla'il jadval atiya bil ma'lumatil munosib bo'lgan ma'lumotlar bilan quyidagi jadvalni to'ldir deyapti. Fasllarni yozasiz. Qachon boshlanishligini, qachon tugashligini va qachon va o'rtacha haroratini yozish kerak bo'ladi. Shu bilan birinchi dars tamom bo'ladi.